هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Fussilet tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Ketir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fussilet suresi 13. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Eğer ula bu bayanladın kiyin imandan yüz öğrese, sen ulağa sileni Ad ve Samud kavimlerinin beşiği gelgen azapqa okşaş azaptın agahlandırmen digin. Öz vaxtida ulağa aldı keynidin, yani hemme taraftan peygamberler kelip bir Allah'tan başka ibadet kılmanla dese, ula eğer Rabbimiz halisa çokum periştilerini düşürgen buladı, biz sizlerinin peygamberlikinlerini hakikaten inkar kılmayız dedi. Ad bolsa ziminde Allah'ın bendileri Hud ve onun bilen iman etkanlığa haksız revişte yuğançılık kıldı. Ula küç kuvvette bizden kim artıq dedi. Ula özlerini yaratkan Allah'ın küç kuvvette özlerinden üstün ikenlikini bilmedi mi? Ula bizden ayetlerimizni inkar kıldı. Ulağa bu dünyadala har kılgıcı azapını tetişimiz için şum günlerde qattiq soğuk şamalını evettik. Ahiretinin azabı teximi har kılgıcıdır. Ula azabını təbii qılıdığan yardımga erişelmeydir. Samudqı bolsa toğru yolunu gösterdik. Ula hidayetin körlük, yani gumrahlıqını artıq gördü, artıq bildi. Qılmışları tüpeylidin ulanı har kılgıcı çakmak azabı halak kıldı. İman etkanlarını ve takvadarlarını, yani Salih aleyhisselam bilen onun ergeçkenlerini azaptan kutquzduq. İnkar qıygıçılarını agahlandırış ve ulağa Ad, Samud kavminin kıssasını eslitiş doğrusuda. Allah Teala undaqdaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ilip kelgen haqni inkar qilgan ani shu müşriklarga aytqin ki, agar sizlar Allohning dargohidan men ilip kelgan haqdan yuz o'risanglar, men haqiqatan sizlarni ilgirki payg'ambarlarni inkar qilgan ummatlarga tushgan Allohning qattiq azobining sizlarga tushib kelishidan ogohlantirman. Yani sizlarni Ad ve Samud kavimlerining beşiği kelgan azapqa o'xshash azapdan ogohlantirman. Yani şekil ve qilmish jihatda Ad ve Samud kavimleriga o'xshagan kavimlerinin beşiği kelgan azapdan ogohlantirman. Öz vaqtida ularga oldi keynidin, yani hamma tarafdan payg'ambarlar kelib, yani payg'ambarlar ogohlantirish uchun kelgan edi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ad'ның qerindishi, yani Hud aleyhisselamның öz qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgin. Öz vaqtida u Ahqob degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, yani Huddan ilgari ve onundan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. Yani ularning yurtlariga
qo'shni bo'lgan yurtlarda Alloh taolo ularni yolg'iz, hech sheriki yo'q Alloh taologa ibodat qilishga buyuradigan, jannat bilan xo'sh xabar beradigan, davzax bilan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatdi. Ular Alloh taolo dushmanlariga tushirgan azobni, do'stlariga in'om qilgan noz-u ne'matlarni ko'rdi. Shundaqdir o'g'loq, ular iymon etmasdan va payg'ambarlarni tasdiq qilmasdan, balki ularni inkor qildi. Ular elib kelgan dalil isbotni inkor qildi. Ham mundaq dedi: agar Rabbimiz xohlasa, cho'qim farishtalarni tushirgan bo'ladi. Ya'ni agar Alloh taolo payg'ambarlarni avassa, ular albatta Alloh taolaning dargohidagi farishtalardan bo'ladi. Ey insonlar, biz sizlarning payg'ambarliginglarni haqiqatan inkor qilamiz. Ya'ni biz sizlarga agashmaymiz. Sizlar bizga o'xshash insonsizlar. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ya'ni ular zaminda fitna fasod terdi. Allohning amriga qarshi chiqdi va osiylik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ya'ni ular o'zlarining tan qurilishining qovul kuchdangur ekanligini ko'z qildi. Ular o'z kuch-quvvati bilan Allohning azobidan qutulib qolamiz deb o'ylashdi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ya'ni ular kimga dushmanlik e'lon qilayotganligi haqida o'ylanmamdi? Ularning qarshilashayotgani buyuk Allohdir. U barliq shaylarni yaratdi. U shaylarda bo'lgan kuch-quvvatni Alloh taolo ato qildi. Allohning azobi qattiqdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. Ular g'olib Allohga dushmanlik e'lon qildi. Oyatlarini inkor qildi va payg'ambarlarga osiylik qildi. Ularga bu dunyoda xor qilg'uchi azobni tetishimiz uchun shum kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdik. Tafsirshunoslarning ba'zisi u qattiq chiqadigan shamol dedi. Ba'zisi qattiq sovuq shamol dedi. Yana ba'zisi qattiq guykuraydigan shamol dedi. Amaliyotda u shamol yuqori deyilgan sifatlarning hammasi tepildigan shamoldir. Ularga berilgan azob, ular mag'rurlangan kuch-quvvatning o'z tipidan bo'lish uchun u shamol qattiq kuchlik va qattiq sovuq edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Ya'ni qattiq sovuq va odamni bearam qilib qattiq gurkiraydigan bo'ron bilan ularni halok qildik. Shum kunlarda, ya'ni Alloh taolo ularga shumliqi uzilib qolmaydigan 7 kecha 8 kunduz uzildirmay operat qildi. Alloh taolo bu vaqtda yana mundaq deydi: Shubhisizki ularni biz shumliqi uzilmaydigan shum kunda sovuq bo'ron bil avatib halok qildik. Ularga bu azob shum kunda boshlandi va bu shumliq ularga 7 kecha 8 kunduz uzilmay davom qildi. Oxirida ulardan hech kimni qoldirmay yo'qotdi. Ularga bo'lgan bu dunyodagi xorliq oxiratning azobi bilan tutashdi. Shuning uchun Alloh mundaq deydi:
ularga bu dunyoda xar qilg'uchi azobni tetishimiz uchun shum kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdik. Oxiratning azobi texmi xar qilg'uchidir. Ya'ni bu azob ularni qattiq xorlaydi. Ular azobni dab'i qiladigan yordamga erisholmaydi. Ya'ni ular xuddi dunyoda yordamga erisholmagandek oxiratda yordamga erisholmaydi. Ularni Allohning azobidan saqlaydigan saqlag'uchi va ulardan azobni dab'i qiladigan yordamchi bo'lmaydi. Samudga bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Abu Aliya, Sa'id ibn Jubayr, Qatada, Suddi va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi ularga to'g'ri yo'lni bayon qildik deganlik bo'ladi dedi. Savri ularni to'g'ri yo'lga da'vat qildik deganlik bo'ladi dedi. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Ya'ni ularning payg'ambari Solih alayhissalomning tili orqali ularga haqni ko'rsatdik va ochiq bayon qildik. Ular Solihga qarshilik qildi. Uni inkor qildi. Ularning payg'ambari Solih alayhissalomning rost payg'ambar ekanligiga mo'jiza va alomat qilib avatgan Alloh taolaning to'ygisini o'ldirdi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. Ya'ni payg'ambarni inkor qilganligi va mo'jizaga tanganligi uchun Alloh ularga jahonni zilzilaga soladigan qattiq ovoz bilan Tavrat kuchi xor qilg'uchi azob oqibatni avatdi. İman etqanlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uning ergashganlarni azobdan qutqizdik. Ya'ni ularning orasidan iymon etqanlarga hech qanday yomonlik yoki zarar yetmadi. Balki ular Alloh taolaga taqvodorlik qilganlik uchun Alloh taolo ularni payg'ambari Solih alayhissalom bilan birga qutqizdi. O kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'plandi. Aldı arqısı yığılıb bo'g'icha to'xtatib qo'yildi. O kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'planadi. Aldı arqısı yığılıb bo'g'icha to'xtatib qo'yildi. Ular do'zaxga kelganda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ular o'zlarining terilariga "Nimishqi bizning ziynimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Terilari: "Har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilasizlar" deydi. Sizlar dunyodagi chig'inlarda xuluqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yoshirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik beradiganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Allah bilmeydi deb gumon qildinglar. Rabbinglarga qilgan eni shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Agar ular azobga chidasa, chidamliqning foydasi yo'q. Do'zax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hergiz razılıkka erişilmeydi. Kıyamet günü günahkarlarının azalarının ularının ziyniga guvohlik berdiganlik to'g'risida. U kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'planadi. Aldı arqısı yig'ilib bo'g'icha to'xtatib qo'yiladi.
Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En şu müşriklarga esletkinki ola devzakı toplangan günde azap periştileri boğan zebaniler ulanın baş ahırını bir yege yığıp boğuca ula to'xtatib qo'yildi. Bu vaqtda Alloh Taala mundaq deydi. Günahkarlarni ular chanqigan holda cehennemge haydaymiz. Ular devzak kelganda, ya'ni ular devzak ustida to'xtatilganda ularning quloqlari, ko'zlari va terileri ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ya'ni ularning ilgari keyin qilgan amallaridan bir harf chaqliq narsani yo'shirmasdan guvohlik berdi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ular o'zlarining terilariga nimishqi bizning ziynimizga guvohlik berdinglar deydi. Ya'ni ularning a'zolari va terilari ularning ziyniga guvohlik bergan chaqda ular a'zolariga malomat qildi. Shu vaqtda ularning a'zolari mundaq javob berdi. Terilari: "Her narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilasizlar" deydi. Ya'ni Alloh Taala va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sizlarni himoya qilmaydi. Sizlar Alloh Taolaning dargohiga qaytirilasizlar. Hafiz Abu Bakr Bazzar Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni tabassum bilan kuldi. Ondan mening nima kulganligimni so'ramamsizlar dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, nima kulding?" dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Qiyomat kuni bandaning Robbi bilan mujadala qilganligidan hayron bo'ldim. U: Ey Rabbim, menga zulm qilmaslikka va'da qilgan emasmiding?" deydi. Rabbi: "Shundaq va'da qilgan" deydi. Banda: "Men sana o'zimdan boshqa guvohchining guvohligini qabul qilmayman" deydi. Alloh Taala: "Mening ve yaxshi yomonni yozadigan hurmatli farishtalarimning guvohligi yetarli emasmi?" deydi. Banda o'z so'zini qayta takrorlaydi. Shuning bilan uning og'zi pechatlanadi. Uning a'zolari uning qilmishlarini so'zlaydi. U: "Allohning rahmatidan yiroq bo'linglar. Men sizlarni deb janjallashgan edim" deydi. Bu hadisni İbn Abu Hatem, Muslim ve Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İbn Abu Hatem Abu Burdi'den Abu Musa'nın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kafir bilan munofiq hisob berish uchun chaqirildi. Rabbi uning amalini tanglaydi. U uningdan tanidi va mundaq deydi: "Rabbim, izzeting bilan qasam qilamanki, haqiqatan bu farishta men qilmagan ishni mening ziynimga yozib qo'yibdi" deydi. Shu chaqda farishta uningga: "Faloni kuni Bustaniyada falon ishni qilmadingmi?" deydi. U: "Yo'q, ey Rabbim, izzeting bilan qasam qilamanki, men u ishni qilmadim" deydi. Agar u qasam qilib turib olsa, uning og'zi pechatlanadi. Abu Musa Ash'ari mundaq deydi: "Men cho'qim uning a'zolaridan o'ng yo'tisini eng avval so'zlaydi deb o'ylayman." Sizlar dunyodagi cheg'inglarda xuluqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan cheg'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib kishilardan yo'shirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berdiganligini gumon qilmagan edinglar.
Yani ularning a'zolari, terileri, ularning ziyniga guvohlik berganlik uchun ular a'zolariga malomat qilgan chaqda a'zolari: "Sizlar qilmishinglarni bizdan yoshirmaydinglar. Balki Alloh taologa kofir bo'lganliginglarni va osiylik qilganliginglarni jar salatdinglar. O'z gunohinglarda ching turib, Alloh taologa parvo qilmaydinglar. Chunki sizlar Alloh taolo jimi ishlaringlarni biladiganligiga ishonmaydinglar" deydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Rabbinglar qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi." Yani ana shu xato gumoninglar Alloh taolo bizning qilmishlarimizdan ko'p narsani bilmaydi deb qilgan e'tiqodinglardir. Ana shu qabih gumoninglar sizlarni Alloh taoloning dargohida halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Yani qiyomat maydonida o'zinglarni va oilanglarni ziyon tortqizdinglar. İmam Ahmed Abdullah radiyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Men Kabe'ning yo'piqlari ostiga yo'shirinib turatdim. Shu asnoda 3 nafar kishi keldi. Ularning birisi Qurayshlik, qolgan ikkisi uning Saqafiy qabilasidan bo'lgan kuyovg'illari yoki birisi Saqafilik, qolgan ikkisi uning Quraysh qabilasidan bo'lgan kuyovg'illar edi. Ular qo'rsoqlari yo'g'on, kallasi oddiy odamlar bo'lib, men hech anglab boqmagan so'zlarni qilatdi. Ularning biri: bizning bu so'zlarimizni Alloh taolo anglaydi deb qaramsizlar, dedi. Yana biri: agar biz haqiqatan yuqori ovozda so'zlasak, Alloh taolo uni anglaydi, lekin past ovozda so'zlasak anglamaydi, dedi. Yana biri: agar Alloh taolo u so'zimizdan biror narsani anglasa, hammani anglaydi, dedi. Men ularning so'zini payg'ambar alayhissalomga yetkazdim. Shu chaqda Alloh taolo: sizlar dunyodagi chig'inglarda quliqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yo'shirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berdiganligini gumon qilmagan edinglar degan oyatni ziyon tortquchilardan bo'ldinglar degan oyatgacha nozil qildi. Bu hadisni Imom Tirmiziy, Ahmad, Muslim va Buxoriy qatorliqlarni rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Agar ular azobga chidasa, chidamliqning foydasi yo'q. Davzax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilik erisholmaydi. Ya'ni ular azobga chidasin yoki chidamasin, ularga baribir o'xshashdir. Ular mengi davzaxda qoladi, davzaxda bo'ladi. Ular uningdan qutula olmaydi. Chiqibmi ketolmaydi. Agar ular rozilik talab qilib o'zlarini bayon qilsa, ularning o'zlari qabul qilinmaydi. Shundaqla ularga yordam qilinmaydi. Ibn Jarir Alloh taolaning agar ular Allohdan rozilik tilasa degan oyatning ma'nosi, ular Allohdan dunyoga qaytishni so'rasa, ularga javob berilmaydi deganlik bo'ladi, dedi. Alloh taolo ulardan xabar berib mundaq deydi: ular aytadi: Rabbimiz, badbaxtligimiz üstümüzden g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Rabbimiz bizni davzaxdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan.
Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Allah aytadi: "Cehennemde xor holda qilinglar. Üstünlardan azapning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar." Elhamdülillah, yuqorida Sura Fussilat tafsiridan 24. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.